Butun shahar zombilar qurshovida qolgan. Na bir odamzod, na bir boshqa mavjudot. Hayvonlar bor, ammo go'shtlari zararlangan. Odamlar bor, ammo o'z miyalarini boshqara olmaydi. Lekin men senga ishonaman. Sen ba'zidagi qurolli yaroqlardan unumli foydalanib, ularni yenga olasan. Bu eshitgan gaplaringizni meni qishloqda o'limdan asrab qolgan va shaharda meni davolab, mening tuzalib ketishim uchun o'zini qurbon qilgan shaxs, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari dengiz floti bosh kapitani Javohir yozib qoldirgan. Xo'sh, ta'sirli hikoyamiz ham o'z nihoyasiga yetdi va do'stlar, sizlar bilan tanishib olsak, mening ismim Bert va endi men mana shu shaharda zombi apokalipsisda yagona tirik qolgan odamman. Bu esa menga kapitan Javohirdan meros qolgan baza hisoblanadi do'stlar. Bu yerda men bemalol o'zimni himoya qilishim va zombilardan omon qolishim mumkin. Ancha yetarli oziq-ovqat ham bor, ammo ular tugasa nima qilaman bilmaydim. Hozir esa har kuni qiladigan hobbim, ya'ni bazam atrofidagi zombilarni ovlashga chiqaman va buni sizlarga hozir ko'rsataman do'stlar. Va menda snayper qurol bor va hozir mana juda yaxshi bizning o'lchalarimiz ham o'z oyoqlari bilan kelmoqda. Xo'sh, mana senga. Xo'sh, bunisi ham kelaversin. Mana senga. Xo'sh, pritsellab mana va mana senga yaramaslar. Hammangizni qiraman, hali bir kun baribir sizlarni spam bo'layotgan joyingizni topib yo'q qilaman hammangizni. Yaxshi do'stlar, bu tarafda yaxshi, bunisi ham kelyapti. Yaxshi, mana senga politsiyachi degan afsus. Mayli, uni tuzatib bo'lmaydi. Xo'sh, tashqaridagilar qoldi va mana bu yerdagi naves ostida zombilar borligini aniq yuragim sezyapti do'stlar. Eshik ortida ham albatta bo'ladi. Xo'sh, endi uyga kirib men kuchliroq qurollarni olishim kerak, chunki ularni AWPda men yonidan o'ldira olmayman. Shuning uchun kelinglar, yaxshi miniganni olamiz va dробовикni. Xo'sh, ularni joyiga qo'yamiz. Qayoqda edi miniganning patronlari? Xo'sh, mana bundan 3 dona olsak yetadi. Xo'p, granata mayli shart emas. Hozircha shotgun olib turamiz. Ya'ni dробовикning o'qlaridan biroz olishimiz kerak. 10 tasi menimcha yetadi do'stlar. Xo'sh, tashqariga chiqamiz. Do'stlar, u yerdagi zombilarni qirib tashlamasdan avval hech qachon eshikni ochib bo'lmaydi, chunki kim biladi ichkariga kelib olishsa nimalar qilmaydi ular. Xo'sh, bu yerda nahotki o'q otgan ovozim kelishmayotgan bo'lsa, xo'sh, stop. Mana bu yerga zombi kirib qolibdi. Xo'sh, yo'q yaramas, mana senga avlah ichkariga kiryapti. O'ldirib tashlaymiz baribir. Do'stlar, mana bu yerga bitta zombi chiqdi va uni otsam, albatta do'stlar, sheriklari orqasidan menimcha kelishni boshlashdi. Do'stlar, bularning ko'pligini qaranglar. Yaxshi ham eshikni dробовикda o'ldira olaman deb ochmaganim. Aks holda hammasi rasvo bo'lar edi do'stlar. Endi mana bu yerdagi zombichani ham otib tashlaymiz. Qo'y, bu yoqqa kel. Aynakni tirqichidan otamiz do'stlar. Yaxshi. Xo'sh, endi bemalol menimcha qolmadi ular. Xos, bularni ko'rishni bitta imkoni bor do'stlar. Mana bunday qilib ko'ramiz. Yaxshi do'stlar, bu yerda hech qanday zombi qolmadi. Faqat bino ichida qoldi. Ammo bino ichi xavfsiz, chunki men u yoqqa kirmayman, u yoqdagilar esa bu yoqqa chiqmaydi. Xo'sh do'stlar, hozir baza yo'lagini ham tozalab qo'yishim kerak. Buning uchun menga granata ham kerak bo'ladi. 2 dona menimcha yetsa kerak. Xo'sh, dробовикni qo'limizga olamiz va xo'sh do'stlar, bu yoq juda ham qalin eshiklardan iborat, chunki zombilar temir do'stlar ham buzib kirishi mumkin. Shuning uchun bir nechta eshiklarni qurib qo'yganman. Yaxshi, demak bu yoqda qolmagan. Xo'sh, mana bu oynaga e'tibor bermaysizlar, bu hech qanday eshiklarsiz ko'rsatadi do'stlar. Eshikni yopamiz, bunisini ham ochamiz va yaxshi do'stlar, bu yerda hech qanday zombi yo'q. Mana bu eshikni esa olib tashlaymiz, chunki adashib tishlab qo'ysa rasvo bo'ladi hammasi. Do'stlar, mana bu yerni qaranglar. Hozir eshikni buzib chiqishga harakat qilishyapti. Buzishdi ham do'stlar, otib tashlaymiz. Yaxshi do'stlar, yaxshi hamki bu yerga taxtachalar qoqib qo'ygan edik. Bo'lmasa, aks holda taxtachalarni ham ular buzib chiqar edi va hamma yo'qni zombi yana ko'payib ketar edi. Xo'sh, mana bu yerda axlatlarni yig'ib olamiz do'stlar va bularni uyga olib kirib, axlat chiqindi qutisiga tashlab yuboramiz.
No, ko'chada qolsa ham zarari yo'q, chunki baribir butun shaharni zombi bosib olgan. Hech qanday odamzod yo'q, hech kimga zarar bermaydi bular. Xo'sh do'stlar, bu safar shaharning qaysi qismiga borib aylanib kelsam ekan? Bu mening deyarli har kungi qiladigan mashg'ulotim hisoblanib qolgan, chunki zombilarni otib o'ldirishdan ko'ra zavqliroq boshqa ish yo'q bu yerda. Aloqa yo'q, telefon yo'q, internet yo'q. Xo'sh do'stlar, mana bu yerdan ham zombi ovozi eshitildi va aha do'stlar, yopib qo'yaveray. Xo'sh, Dorabavikda otamiz va ablah. Quroli bor ekan, mana senga yaramas, hozir chiqadi. Mana senga ablah. Do'stlar bilan ko'pgina. Hammasi o'ldi va nihoyat. Yaxshi do'stlar, ichkarini ham tozalab bo'ldim. Yopib qo'yamiz endi. Yana spam bo'lishi mumkin, ammo har qalay tozalab qo'ydim-da, yo'limda xalaq bermasligi uchun. Xo'sh do'stlar, ulardan bronye tushdi. Ularniki ko'raychi, ajoyib do'stlar. To'xtaylik, bunisini kiyamiz, chunki bunisida kuchi ko'proq ekan. Xo'sh, ana tezlik effekti berar ekan. Ajoyib do'stlar. Xo'sh, bu yoqdan ham zombi ovozi ishlayapti. Hammayli uyda ichida ekan ular. Hozirchalik bizga xalal berishmaydi. Xo'sh, qishloqqa ham yetib keldik do'stlar. Bu yerga anchadan beri kelmagandim. Mana bu yerda bitta jitel turibdi va bu yerda zombilar bilan jang bo'lgan ko'rinadi do'stlar. Do'stlar, ustimdagi bronzletlarni yechib qo'ydim, chunki ulardan birinchidan bad boy hit qilayotganda, ikkinchidan ular menga tezlik effektini qo'shayotgan edi. Bu yerda tezlik yaramaydi do'stlar. Oqsi yurish kerak. Kim bilibdi deysizlar, oldimizdan zombi chiqib qoladigan bo'lsa. Xo'sh do'stlar, hech qayerda zombilar yo'q hozircha. Mana bu yerda bor shekilli, adashmadim do'stlar. Nega yugurmadi bu? Nega yugurmadi? Yaxshi do'stlar. Yugurmadi deb o'ylab adashibman. Do'stlar, mana bu yerda eskirgan Jiguli turibdi. Qani ketdik, tezda meni ko'rish kerak buni do'stlar. Agarda yuradigan bo'lsa, juda ham yaxshi bo'ladi do'stlar. Juda ham eskirib ketgan ekan. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Xo'sh, qani ochamiz, o'tiramiz va do'stlar, yurar ekan. Ajoyib do'stlar, ichida yoqilg'isi bor ekan. Demak, endi bizda mashina bor do'stlar. Ajoyib do'stlar, hozir mana bu yerga kelib to'xtadim, chunki bu yerda zombilar og'zi ishlayotganda. Ajoyib, buni ko'pligini qaranglar do'stlar. Menga qarab kelishni boshlashdi. Yaxshi, hammangizni otaman. Mana sizlarga. Bo'ldi do'stlar. Endi naryoqdagilar qoldi. Yaxshi do'stlar, bu yerda bular nima qilishayotgan endi? Kichkina zombi eng yoqtirmaydigan zombilarimdan biri. Juda ham tez yuguradi do'stlar. Yaxshi. Bularni Dravayikda yo'q, mayli, miniganni otib o'ldiraveramiz. Stop, mana bu ham menga yoqmadi, otib tashlaymiz. Mana senlarga. Mana ablahlar. Yaxshi do'stlar, nega ana o'sha jitilni otib tashladingiz desanglar, ular ham zombi kasaliga chalingan bo'lishi mumkin do'stlar. U bilib bo'lmaydi, baribir men unga ishonmayman. Xo'sh, Dravayikni o'qlab olamiz. Yaxshi. Bu yoqda esa zombilar qolmadi menimcha. Bu yerdachi yo'q. Eshiklarni ochib qarab qo'yganim yaxshi do'stlar, chunki baribir ham qolib ketgan bo'lsa, yana battar ko'payishi mumkin bular. Ajoyib. Endi mashinamizni minib, bazamizni oldiga olib borib qo'ysak bo'ldi do'stlar. Xo'sh, zombi go'shti ham juda ham ko'payib ketibdi do'stlar, chunki ko'rdinglar, juda ham ko'p zombilarni o'ldirdik va ularning isqirt go'shtlari bizga tushdi do'stlar. Hozir sekin-astalik bilan mashinamizni mana bu yerdan olib o'tib ketamiz. Demak, sig'ar ekan do'stlar. Xo'sh, o'tamiz. Qani, sekin. Do'stlar, menda ajoyib xabar. Men mashinamni uzoqqa olib bora olmadim va mana bu yerda avariya bo'ldim. Mayli do'stlar, muhimi o'zim tirik qoldim. Ammo ko'ryapsizlar, rasvo qildi hamma yoqni. Qani olib chiqishni. Agar yursa qoyil qolin. Do'stlar, Jiguli qanaqangi baquvvat mashina bo'ldi do'stlar. Mana uni qaranglar yurishini. Do'stlar, mashinani olib chiqishga harakat qildim, ammo olib chiqish imkoni bo'lmadi. Lekin men uyga keldim. Do'stlar, bugungi kun juda ham ajoyib o'tgan ko'rinadi. Xo'sh, oyimni o'qlab qo'yamiz, ya'ni snayperni. Stop, bu boshqa magazin edi. Adashib ketdim do'stlar. Pulemyotning magazinini bunga qo'ymoqchi bo'ldim. Xo'sh, bu yerdan bittasini olamiz va o'qlab qo'yamiz do'stlar, chunki har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Ulgurmay qolishning o'rniga tayyor turgani yaxshi. Xo'sh, hamma qurolni joyiga qo'yib qo'yamiz do'stlar, chunki hozir men dam olaman do'stlar. Buni bu yerga qo'yamiz va granatalarni ham mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, endi
bemalol dam olsam ham bo'laveradi. Yomon charchabman o'ziyam do'stlar.